Farruhchi. Assalomu alaykum. Xo'p, ana navbatdagi mijozimizga kelgandik. Chaqiruv bo'yicha xo'p, Hayden firmasiga tegishli 2 kontrolli isitish qozonimiz. Xo'p, bularda qanaqa muammo bo'layotganda murojaat bo'yicha drillar, o'sha drillar ishlayapti deb aytgandilar. Drillar ishlayapti degandilar. Kelganimizda ochib qaraganimizda ventilyator turbina qismi ishdan chiqqan ekan. O'sha pachinliklari ishdan chiqib, drillar ishlaydigan holatga kelib qolgan ekan. Endi o'shandan keyin biz boshqa yangi ventilator olib keldik, qo'yib berdik. Xudo xolisa mana hozir tekshirish jarayoni qo'ydik, hozir yoqdik mana. Ko'rayotganingizdek ishlayapti. Olib ko'rayotgan bo'lsa, xatolik ham bermayapti. Holat manometri ham yaxshi holatda turibdi. Ishlashlari yaxshi. Shu va qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Vaqtida profilaktika qilib tozalab turadigan bo'lsanglar, katta xarajatlardan o'zinglarni asrab qo'ygan bo'lasizlar. Bu farqi yo'q, o'zinglar qilasizlarmi yo mutaxassis chaqirasizlarmi? Bu o'zinglarga bog'liq, cho'ntagingizga bog'liq. Avvalambor mutaxassis chaqirgan yaxshi. Agar cho'ntagingizga ko'tarmayotgan bo'lsa, o'zinglar uy sharoitidan qilsanglar bo'ladi. Faqatgina texnika xavfsizlik qoidalariga amal qilgan holatda, tokdan uzgan holatda, o'sha holatda ochib, o'zinglar shuni YouTubedan, internetdanmi yoki bitta mutaxassisdan telefonda bog'lanib, so'rab, o'zinglar ham qilsanglar bo'ladi. Farqi yo'q, kim qilishidan qat'iy nazar, lekin tozalatishingiz kerak. Shundagina sizlar o'zinglarni katta xarajatdan saqlab qolgan bo'lasizlar. Yana bitta o'tib ketmoqchiman. Bu qanaqa desam ekan, tushuntirsam ekan, bu mashinaga o'xshagan, avtomobilga o'xshagan. Ходовойni qaramasanglar, motor muayana alishtirmasanglar, o'sha qarovini qilmasanglar, ustiga olib borasizlar, katta xarajat qilasizlar. O'sha vaqtida qaratadigan bo'lsanglar, mashinalarni yaxshi uzoq muddat xizmat qilib beradi. Bu ham xuddi mashinaga o'xshagan, faqat uyda turadigan balonsiz. Shuni tushuntiradigan bo'lsak. Ular kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilsangiz bo'ladi. 24 xizmatdamiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Rahmat.